boyga ham, siz aytgandek kambag'alga ham hamma kasb insonlarda dard bor. Hozirgi paytda hamma baravar kurashyapti. Agar shu kasallik bilan kasallangan inson bor bo'lsa, to'g'risini aytaman, hamma baravar kurashyapti. Kimdir aytaylik molini sotib, kimdir misol uchun aytaylik o'zini hozirgi paytda misol topganini berib misol uchun kurashayotgan insonlar soni ko'p. Chunki men gaplashib qolaman, Yusufbek deydi, Xudo xolasa inshaalloh olaman, niyat qildim shu narsani deydi. Ishonasizmi yo'qmi, bir xil payt bitta inson bilan ishlaganman, qo'yimni sotib olaman Yusufbek deganda-da. Men o'sha payt aytaman, yo Alloh, shu insonni dardiga shifo bergin tezroq deganman-da. Chunki shu oxirgi qo'yim deyapti-da. Chunki inshaalloh shu inson agar ozgina bo'lsa ham sababini ko'rsa, u inson yana oladi, to'xtatib qo'ymaydi degan maqsadda shu narsani niyat qilganman-da. Chunki u qo'yini sotyapti u inson-da. O'sha sababli shunaqangi natija olgandan keyin o'sha inson shunaqa xursand bo'lganlar, men ulardan ko'ra ko'proq xursand bo'lganman-da. Natija olganlari uchun. Chunki ular shu o'sha molini sotgan o'tganda u inson bor. Hattoki aytaylik Rossiyada ko'cha sipirib yurgan, misol uchun onkologik kasallik bilan kurashayotgan insonlar bor. Juda ham ko'p. Lekin to'g'risini aytaman, bu faqat misol uchun puli yo'q inson hech narsa qila olmaydi degani emas. Puli bor insonlar ham hech narsa qila olmayapti. Bu haqiqat. Yechim faqat yaratgandan. Shunaqa puli bor insonlar ham hech narsa qila olmayotgan insonlar bor. Misol uchun aytaylik, shunaqangi holatda bo'ladiki, puli bor, boyvachcha menga telefon qilib bir xil holat o'zi nech pul mahsuloting deyishadi. Keyin shunaqa narxlar desam, ha, nech pulni sen beraman, 100% kafolat berasanmi deydi. Yo'q deydi. Men hech kimman deyman. Bu sababi. Agar natijasini qilmoqchi bo'lsangiz, mana bemalol olib, iste'mol qildirsangiz bo'ladi. Lekin men bo'lmasa yolg'onchi ekansan deb qo'yishadi. Endi bemor sizning yaqiningiz. Men qo'limdan kelgancha sizning yaqiningizni o'ylaganim uchun tavsiya qilaman xolos. Uni olib berish, olib bermaslik albatta bu sizning qo'lingizdagi narsa. Deganimda mayli salla psixolog bo'lib ketgansanlar degan holatlar ham bo'lishadi. Manipulyatsiya qilasan.